Türkistan Respublikası Sağlar Kelimesi Huzurları Ahlak Kıstası Terbiye Sözlerinde Mücadele Düşüncesi gibi tiyatroda yer. Kıtalar yaratırsan başka zamanlar nasıl huzurları değil. O bir böyle bir bir şeyler o şeyler Türkistan Respublikası Sağlar Kelimesi Huzurları Ahlak Temizlik Bilgi Belgeleri ve Çiftçiliği Nizamlık Muhakkı Bağlı. Muhakkı için verdiği asosyal bilgi ilgili sağlarını ithal etmek istedim. Bundan bu ayarlardan kaçınlar yoktur. Hiçbir ilgileriniz olursun bir şey versen. Her böyle ısrafı biliyorsun. Hem bu Türkiye inalar ben doktor ya. Bir defa kaçınlar yoktur. Israf ısrafı. Bu ilgili yaşlı maalesef Yunanlısı azalarıyla. Orada çıkan çözümler istihdar ve ısrafı bu işe. Ben de bu böyle bir işgal etmek. Normal, yaş normal şunu başlatmakla geriye geldi. Meclisine başlatacaklar da yapıyorlar. Tekrarlar yok mu? Yok. Alıyorsa orada çıkartalım. Başkalar sonra bakmasın. Yaş meclisi başlatacaklar aldı. Sizlerin itibarıyla kul tartımını mağalar var. Kul tartımını bulunur. Arkadaşlar, ayınlar Ahmet. Bölge toplu bölge yerlerinde yollardan hareket karşılığı yol farklı vesaire. Aktarı yollarla yol boyu kurtarmasını boyutlarla yol insan kamulaştırır. Sabahtan dua yapıyor kurtarırlar. Maaşla yüksek yapanlar ve çapaşlar ve bilgi müdahale yani lisanlar mayaslar. Hiç mesela problem asla. Nasıl kurtarır bu işe kanla takdirler var. Karşılar yeterler. Orada kalabilir. Kın karşıları karşıdaki bölgesi meseleleri görmüş olacağız. Raşan Akbar Sattah Polisi, bölgesi çok kısmı yeterli yollarla anlaştığı yol hareket karşısı gidiyor, geri bakıyorlar çıkıyor. Aktarı yollar var. Yol boyu kurtarmasını böyle kadar bir yerde kurtarmasını kamulaştırmış. Sabahtan buraya inşallah malta getirip yapanlar bu işe karşı ilgili günlerde falan değerlendiren bir sefer satma yasa. Bir sefer seçilir sabahtan kapı üstünlüğüyle becerdiler. Bir rakam, ona topası bu bir var. Tüm tebalar doktor fakirse. Resmi aparatlar, Resul oluşturma yapıyoruz. Gerçekten doktor fakirse. Bir şey aparatlar, mahmutlar yapacağız. Bir tebalarla için karşılaştırıyoruz. Bir ekspresyon paravan devlet getirdiği İzlediği şahsi hücretlerle dair meselelerden karşılaştırılmış. Söz bilgiyle bağlı pratik yapanlarla birlikte ilgili pratik fotoğraflarla bir karşılaştırılmış. So it is from areas to marketing and other anything that what we do that some intelligence. Akşam akşam doğru disertasyonu testimoniye kabul kılıç provokasyonu arayacağız. Rasam takbar saptar doğru provokasyonu alışmış gibi olması. Rasam takbar doğru için sanattan davranış aktivitesi provokasyonu institutun bedelleri doğru diplom kararı talabiyonu yüksek maraken sonra konfigürasyon hakkında doğru var. Disertasyon bacarılan muhasasan prosestir. Disertasyon muhakamalarının yaptığı yeterli teşkilatın milli seminer bayan olmasının koçadılar. İslam için Samarkand Davlat Aktivitesi Üniversitesi'ne kamunun hastalarına ilmi işler ruhatı, asosya ilmi işin sıraları, İslam için ilmi rahbarı, geçmiş tutarları, doktor profesör olarak basılı İslam için şartları, hammalılıkta ilmi işlerini, disertasyon dolayı İslam Türkçülük'ün hammalılıkını yorma bölürken vazir ediyor. Disertasyon ve disertasyon aktiviteleri, ilmi kimgeç başlarında ilmi kimler bayan olmasından koçadılar. Yukarıda getirilen hücretlerin parçası ve İslam Üniversitesi Alaraki Genel Suluğundaki Alaksis Kendisiyasının ilmi derecede büyük ilmi gengeç kursları nizam tarafları cevap verir. Tamam.
Bizlar uchun shaxsiy hujjatlarga joylanmalar bo'yicha yoki milliy tartibga yoki ishlar cheklovlar bormi? Dissertatsiyaning asosiy mazmuni eshitmay interpretasiya taklif murojaatlar ma'lumotlar uchun izlanuvchi ravishani takbar xato to'g'rilaydi. Ma'lumotlar ichiga ma'lumotlar haqida Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi va a'zolari. E'tiboringizga avtonom yo'llar yo'l qo'yilmasini loyihalash me'yoriy ko'rsatkichlarni takomillashtirish. Samarqand viloyati misolida mavzuda olib borilgan konsultatsiya taqdimotini namoyish etamiz. Jahonda yo'l infratuzilmalari sifatini sezilarli yaxshilash, xususan avtomobillar qoyim ko'tarmas balandlikni biometrik ko'rsatkichlarni tarbiya qilish sharoiti. Guruhlarning test mexanik hodsalari, yo'l sathi hamda ekspluatatsiya planlarining kompleks hisobga olgan holda yo'llarni loyihalash me'yorlarini takomillashtirish, transport infratuzilmalari ishonchli yo'l xizmatlarini oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Shu bilan birga yo'l o'quv mintaqalarini ilmiy asosda aniqlashtirish, loyihalash me'yorlari hududlarning haqiqiy tarixiy sharoitlariga moslashtirish hamda yo'l poyi deformatsiyalarini kamaytirish, yo'llarning xizmat muddatini oshirishga qaratilgan usullarni ishlab chiqish dolzarb masalalar hisoblanadi. Avtomobil yo'llar yo'l poyi hududlari xossalarini tadqiq qilish ishlari xorijda Houston, Zapata, Levenberg, Kirsten kabi olimlar tomonidan mustaqil davlatlar hamkorligida Balki, Gruziya, Prefersanov, Buzakov, Sidenko, Yefimenko va boshqa olimlar tomonidan O'zbekistonda Boboxonov, Qalamlar, Ilyos, Sodiq, Qayumov, O'roq, Mahmud va Xudoyqulov va boshqalar tomonidan o'tkazilgan. O'zbekiston tabiatning sharoitini hisobga olgan holda sug'oriladigan hududlarda avtomobillar yo'l poyi ko'tarmaslik loyihalash me'yorlarini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar yetarlicha olib borilmagan. Tadqiqotning maqsadi Samarqand viloyati hududining yo'l tumanlashtirishni aniqlashtirish va avtomobillar yo'l poyi loyihalash me'yorlarini takomillashtirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab qolindi. Birinchisi, Samarqand viloyati hududining yo'l tumanlashtirishni mavjud holatni va yo'l mintaqalari bo'yicha yo'l poyi loyihalash me'yoriy ko'rsatkichlarini tahlil qilish, avtomobillar yo'l poyi hududlarining fizik hodsalari, mustahkamlik va deformatsiya ko'rsatkichlarini tadqiq qilish, Samarqand viloyati hududining relief sharoiti, havo oqimi sharoitlari, hududlarning tarqalish sharoiti, yo'l poyi hududlarining iqtisodiy narxi va yer osti suvlarining iqtisodiy sathi ko'rsatkichlari bo'yicha yo'l tumanlashtirish, Samarqand viloyati hududlarining yo'l tumanlashtirishni aniqlashtirish va har bir yo'l mintaqasi uchun yo'l poyi loyihalash me'yoriy ko'rsatkichlarni takomillashtirish. Tadqiqot obyekt sifatida Samarqand viloyati hududida joylashgan umum foydalanishda avtomobillar yo'l poyi olindi. Tadqiqot predmeti sifatida avtomobillar yo'l poyi hududlarining xossalari, mustahkamlik va deformatsiya ko'rsatkichlari olindi. Tadqiqot jarayonida yo'l poyi hududlarini tadqiq qilishning laboratoriya usullari, matematik statistika, eksperimentlarni rejalashtirish va yo'l poyi tumanlashtirish usullari qo'llanildi. Tadqiqotning ilmiy yangilik quyidagilardan iborat. Guruhlarning ichki ishqalanish burchagi, bog'lanish kuchi, elastik moduli hamda ularning aniqlangan turlari bo'yicha ichki ishqalanish burchagi nisbiy namlik bog'lanish kuchi, nisbiy namlik elastik modul orasidagi o'zaro bog'liq komponentlar aniqlangan. Tadqiqotlar natijasida yo'l poyi guruhlarining zichlanish koeffitsiyenti, elastik modul va tabiiy namlik orasidagi o'zaro bog'liq guruhlarning turlari bo'yicha eng kichik kvadratli usul yordamida aniqlangan. Samarqand viloyati hududini tumanlashtirishning komponentlarini bog'liq holda tahlil qilish metodi asosida relief tuzilishi, havo iqlim relief tuzilishi, hududlarning tarqalish sharoiti, yo'l poyi hududlarining hisobiy namligi, yer osti suvlarining hisobiy sathi ko'rsatkichlari hamda havo oqimi sharoiti bo'yicha yo'l tumanlashtirilgan. Samarqand viloyatining mavjud yo'l tumanlashtirish xaritasi tumanlashtirishning alomatlarini almashtirish metodi asosida aniqlashtirilgan hamda kiritilgan o'zgarishlar natijasida har bir yo'l mintaqalari uchun yo'l poyi loyihalash me'yoriy ko'rsatkichlari takomillashtirilgan. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati. Samarqand viloyati hududining relief sharoiti, havo oqimi sharoiti, viloyat hududida yo'llarning tarqalish sharoiti, yo'l poyi hududlarining hisobiy namligi, yer osti suvlarining hisobiy sathi ko'rsatkichlari bo'yicha yo'lga oid tumanlashtirish natijalari yo'llarni loyihalash nuqtalari uchun amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qilishi, yo'l tumanlashtirishda turga aniqlashda har bir yo'l mutaxassis uchun yo'l poyi loyihalash me'yoriy ko'rsatkichlarini takomillashtirish natijalari SHNT me'yoriy hujjatga o'zgartirish va qo'shimchalar sifatida tavsiya etilishi bilan izohlanadi.
tadqiqotning amaliy ahamiyati Samarqand viloyati bo'yicha avtomobil yo'llarni loyihalash me'yorlariga kiritilgan aniqliklar yo'llarni loyihalash sifatini oshirishga xizmat qilishi, avtomobil yo'l poyini mustahkamligi va ustuvorni oshirish bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalar amaliyotda keng qo'llanish tavsiya etilishi bilan izohlanadi. Mazkur dissertatsiya tadqiqot natijalari bo'yicha oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun maqolaga qo'yilgan talablar to'liq bajarildi. Samarqand viloyati bo'yicha jami avtomobil yo'llarining uzunligi 21,916 km, shundan umumiy foydalanishda 4,072 km tashkil qiladi. Viloyatda umumiy foydalanishda avtomobil yo'llar olib borilgan vizual va eksperimental kuzatuvlar tahlil shuni ko'rsatdiki, ko'tarma balandligi va yer osti suvlari sathi me'yorlari nomuvofiqligi yo'llarda jiddiy deformatsiyalarga sabab bo'lmoqda. Ushbu slaydimizda viloyatdagi avtomobil yo'llari sug'orlari hududida o'tgan bo'laklardan mavjud holatlar bo'yicha fotolavhalar keltirilgan. Samarqand viloyati bo'yicha umumiy foydalanishda avtomobil yo'llarining uzunligi va ta'mirtalab qismlari tumanlar kesimida taqsimlanish instagramasi keltirilgan. Bu Samarqand viloyati bo'yicha umumiy foydalanishda avtomobil yo'llarining 31% qismi ta'mirtalab holatda. Amaldagi yo'l hukmlanish xaritasida ko'rsatilgan Samarqand viloyati hududi aslida o'sha joylarda yo'l hukm mintaqalar ma'lumotlar tahlil qilinganda aynan mos kelmaslik holatlari aniqlandi. Eksperimentlarimizni boshlashdan oldin tadqiqotlarni tuzish uchun eksperiment rejalashtirish blok sxemasini yaratib oldik. Bunda davlat tadqiqotlari va laboratoriya tadqiqotlarida bajarishi kerak bo'lgan ishlar texnikligi blok sxemada ko'rsatilgan. Yo'l poyi gruntlarining fizik mexanik xossalarini laboratoriya sharoitida aniqlash bo'yicha tadqiqotlarimiz Samarqand viloyatidagi biofundament proyekt MCH laboratoriyasida olib borildi. Ushbu laboratoriya O'zbekiston standartlashtirish metrologiya va sertifikatlash agentligi tomonidan sertifikatlangan yo'l poyi gruntlarining laboratoriya ishlarida aniqlangan fizik xossalarni deb nomlangan slaydimizda mana shu Samarqand viloyatining foydalanishda avtomobillar yo'l poyidagi tarqalgan gruntlar 5 ta grunt keltirilgan. Bunda yengil chagli sun'ining ulushi 50,4%, chagli supes 31%, yengil supes 3,6%, og'ir sun'ining 5,2%, og'ir chagli sun'ining 2,8% tashkil qiladi. Tadqiqotimizda nisbatan keng tarqalgan gruntlar yengil chagli sun'iy va chagli supes natijalari dissertatsiyamizda ko'rsatilgan. Yo'l poyi gruntlarining mustahkamlik deformatsiyasini ko'rsatgan eksperimental ravishda aniqlash qiymatini statistika ishlashda demak yo'l poyi gruntlari fizik mexanik aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tajribalar soni 812 ta tajriba o'tkazildi. Bu tajribalarni sonlar nomogrammasiga qo'yib tajribalarning yetarli vakolati parlament vakolati ta'minlandi. Yo'l poyi gruntlarining mustahkamlik ko'rsatishlari qattiq yo'l poyi gruntlarining mustahkamlik ko'rsatishlari bo'lgan ichki ishqalanish burchagini nisbiy dinamika bog'liq qonunida aniqlangan. Bunda determinatsiya koeffitsiyenti changli supesda 0,87 bilan va yengil changli sun'ilikda 0,81 bilan tashkil etilgan. Yo'l poyi gruntlarining mustahkamlik ko'rsatishlari bu ichki ishqalanish burchagining va bog'lanish kuchining nisbiy dinamika bog'liqliklar ko'rilgan. Bunda qonun tenglamalari aniqlangan. Bunda nisbiy changli supesda 0,55 nisbiy dinamik qiymatdan 0,75 gacha bo'lgan qiymatda u bog'lanish va bog'lanish kuchining chiziqli bo'lmagan tarzda kamayishi ko'rsatilgan. Xuddi shunday yo'l poyi gruntlarning deformatsiyani ko'rsatishlarini tadqiq qilish ishlari ham olib borildi. Bunda yengil changli supes va yengil changli sugulinikning determinatsiya koeffitsentlari 0,89, 0,86 ekanligini ko'rishingiz mumkin. Gruntning elastik modulini aniqlash shtam sinovlari va shtam sinovlaridan lavhalar keltirilgan. Ikkita grunt namunasi bo'yicha ikkita uchastkamizdagi shtam sinovlaridan misollar keltirildi. Bunda A377 va D68 avtomobildagi shtam sinovlaridan misollar keltirilgan. Yo'l poyi chiqargan gruntlarning ishlanganlik darajasi, elastiklik moduli va bog'lanish kuchi orasidagi o'zaro
bog'liqlikni aniqlash uchun zamonaviy qurilma detektiv yo'llarida uskunasida amalga oshirildi. Bunda ularning fizik ko'rsatkichlari bo'lsa laboratoriyada aniqlandi. Zichlanish tabiiy namlikka bog'liq grafiklar va elastik tabiiy namlikka bog'liq grafiklar qurilib qonun tenglamalari keltirildi. Yengil changli suvlinik va changli superfisning zichlanish koeffitsiyentini tabiiy namlik va elastiklik moduli orasidagi ko'p omilli bog'lanish regression bog'liqlik qonuniyatlari ishlab chiqildi va regression statistika va dispersion tahlil dispersial tahlil usulida ularni yengil changli superfis va changli sublinikning modellari keltirib o'tildi. Yo'l poyi ishqatlam gruntdan hisobiy namni tadqiq qilish bo'yicha o'rtacha havo harorati va yo'l poyi gruntning orasidagi o'zaro bog'liqlik grafiki qurildi va shu bog'liqlikdan regression tenglama hosil tuzatish koeffitsentlariga ega bo'lgan regression tenglama taklif qilindi. Bunda Fisher mezonida qiymatlar hisoblanib, sobit qiymat jadvaliy qiymatdan kam bo'lganligi regressiya tenglamasining adekvat ekanligini ko'rsatadi. Yo'l poyi punktlarining va eksperimentdan aniqlangan ko'rsatkichlar aniqlangan hisobiy namuna qiymatlarini taqqoslash 24 ta yo'l uchastkamiz bo'yicha keltirib o'tildi. Bunda yo'l poyi punktlarining hisobiy namligi va hisobiy namlik eksperimental aniqlangan qiymatlar va 21 da ko'rsatilgan qiymatlar orasidagi tafovutlarni farqlarni ko'rishingiz mumkin. Samarqand viloyati avtomobil yo'llari yo'l poyi punktlari mustahkamlik xarakteristikalari 21 da keltirilgan va eksperimental aniqlangan hisobiy qiymatlarni taqqoslash natijalari bunda ikkita guruh turimiz bo'yicha yo'l mintaqalari doirasida farqlarni ko'rishimiz mumkin. Yer osti ularni sathi o'zgarishini tadqiq qilishda Zarafshon gidrogeologiya stansiyasining ma'lumotlari asosida va Ilyas tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlardan foydalanish usulida yer osti ularni hisobiy sathini aniqlash 12 yillik ma'lumotlar asosida aniqlangan yer osti ularni hisobiy sathi. Bunda Ilyas tomonidan suhbatlangan joylarda yo'l poyi gruntlarining hisobiy ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha mana shu hisobiy chizma keltirildi. Ushbu sxema yer osti suvlar sathidan yuqorida joylashgan grunt qatlamidagi kritik namlik chegaralarini hamda yo'llarni loyihalash va qurishda yer osti suvlarining ta'sirini hisobga olib aniqlanadigan ko'rsatkichlarni hisoblashda qo'llanildi. Va yo'l to'shamasi ostidan yer osti suvlarigacha bo'lgan masofa HP, yer yuzasidan yer osti suvlari sathigacha bo'lgan masofani aniqlash HP, yo'lning ko'tarmasining balandligi H bloklarini aniqlash formulalarini keltirib o'tildi. Yo'l poyi toshining eng kichik ko'tarilishi aniqlash bo'yicha keltirilgan slaydimizda, ya'ni yer osti suvlari sathidan to'shama ostigacha bo'lgan masofa, yer osti suvlari sathidan yerni tekislangan sathigacha bo'lgan masofa, ko'tarilma qismining balandligi Excel dasturida ishlab chiqildi. Unda bu dasturda biz laboratoriyada aniqlagan ko'rsatkichlarni qo'yib, ushbu me'yoriy balandliklar hisoblab chiqildi. Samarqand viloyatining tabiiy iqlim sharoiti ko'rsatkichlarining qiymatlarining eng kattadan eng kichik usulda kamayib borish dinamikasi chiqildi va grafiklar qurildi. Qurilgan grafiklar chizikda yuzaga kelgan sinishlar sharoitning o'zgarish chegarasini anglatadi. Bu bilan bir xil sharoitda tumanlar chegarasi aniqlanadi. Aniqlangan tumanlar va mintaqalar chegara xaritalarida aks ettirildi. Ya'ni Samarqand viloyatining o'rtacha yillik yog'ingarchilik miqdori bo'yicha tumanlashtirish xaritasi, Samarqand viloyati hududining havoning o'rtacha nisbiy namligi bo'yicha tumanlashtirish xaritasi, Samarqand viloyati hududining yo'l poyi gruntlari hisobiy namligi bo'yicha tumanlashtirish xaritasi, Samarqand viloyati hududining yer osti suvlari sathi bo'yicha tumanlashtirish xaritasi va qolgan tumanlashtirish xaritalari ishlab chiqildi. Samarqand viloyatidagi yo'llarni xizmat qilishga ta'sir qiluvchi asosiy geografik komplekslarni umumlashtirish va tahlil qilish hamda komponentlarni bog'liq holda tahlil qilish metodi asosida birinchi yo'llik mintaqasida bitta yo'l tumani, uchinchi yo'llik mintaqasida 4 ta yo'l tumani,
4. yo'l mintaqasida 3 ta yo'l tumani aniqlandi. Va aniqlangan yo'l iqlim mintaqalari va yo'l tumanlari doirasida gruntlarni elastik deformatsiya ko'rsat elastik moduli va mustahkamlik ko'rsatkichlari ichki ishqalanish bog'lanish kuchi va nisbiy namlik qiymatlari har bir tumanlar yo'l tumanlari uchun berildi. Samarqand viloyatida yo'l qo'yib loyihalash me'yorli yo'l iqlim mintaqalari bo'yicha amallarga tushayotganning 34-jadvali va biz taklif qilayotgan jadval keltirilgan. Bunda biz yo'l qo'yish shartlariga qarab yo'l iqlim mintaqalarida yer osti suvlari sathidan o'lcham ostigacha bo'lgan masofa yo'l va yo'lning ko'tarma qismi balandliklari bo'yicha tavsiya qilingan qiymatlarimiz 1, 3, 4 yo'l iqlim mintaqalari doirasida tavsiya qilingan qiymatlarimiz keltirilgan. Yo'l to'shamani loyihalashda qo'llanilgan yo'l poyi gruntlarini mustahkamlik va deformatsion xarakteristika qiymatlarini joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligini hisoblash me'yorli hujjatlarda keltirilgan tavsiyalar asosida bajarildi. Yo'l ekspluatatsiya xarajatlarining kamayish asosida hisoblangan iqtisodiy samaradorlik 1 kilometr 2 toifa avtomobil yo'l uchun 171 ming so'mni tashkil qildi. Olingan natijalar va umumiy xulosalar. Samarqand viloyat hududi mavjud yo'l iqlim tumanlashtirish xaritasi ma'lumotini tahlil qilish asosida yo'l iqlim mintaqalari bo'yicha yo'l poyi loyihalar me'yoriy ko'rsatkichlari xaritada ko'rsatilgan mintaqalardagi joylar taqsimiga mos kelmasligi. Natijada avtomobil yo'llarini ekspluatatsiyasi davrida yo'l poyida ko'p sonli deformatsiya va buzilishlar sodir bo'lishi va yo'lning xizmat muddati ta'minlanmay qolishi aniqlandi. Ikkinchisi, yo'l poyi hududlarining talasini va laboratoriya sharoitida tadqiq qilish natijasida hududlarning tabiiy holga tushishligi, zarrachalar tushishligi, tabiiy namligi, oquvchanlik chegarasi namligi, yo'lanish chegarasi namligi, optimal namligi, maksimal zichligi, granologik tartib va aniqlangan yo'l turlari bo'yicha nisbiy namlik va bog'lanish kuchi, nisbiy namlik va ichki ishqalanish burchagi, nisbiy namlik va elastik modul orasidagi o'zaro bog'liq qonuniyatlar aniqlandi. Va uchinchisi, bungacha avtomobillar yo'l poyi loyihalashda qo'llanayotgan yo'l poyi gruntning ekologiyalarida tavsiya etilgan hisoblanadi va eksperimental tadqiqotlar natijasida aniqlangan hisobiy namlik qiymatlar avtomobillar bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, me'yoriy hujjatda berilgan qiymatlar haqiqiy qiymatlardan yo'l iqlim mintaqalari bo'yicha 9-38% katta kichiklikda tashkil qilishi aniqlandi. 4-si, yo'l poyi shtatlangan hisobiy namlikni tadqiq qilish natijasida yo'l poyi namligining havo haroratiga bog'liqlik qonuniyati va yo'l poyi namligining yil mobaynida o'zgarish qonuniyatlari aniqlandi. 5-si, Samarqand viloyatining yo'l iqlim tumanlashtirish xaritasiga aniqlash natijasida viloyat yo'l iqlim mintaqalari xaritasida 1, 3, 4 yo'l iqlim mintaqalari hamda AX yo'l tumanlari ajratildi. Shuningdek, yo'l iqlim mintaqalari bo'yicha yo'l poyi loyihalash me'yorlari qaytadan hisoblanib takomillashtirildi. Bunda yo'l poyi gruntlarini hisobiy ko'rsatkichlari asosida yer osti suvlari hisobiy sathi va yer usti suvlari sathiga nisbatan yo'l poyi qoshining eng kam ko'tarilishi hamda yo'lning ko'tarma qismi balandligining me'yoriy ko'rsatkichlari aniqlandi. 6-si, avtomobillar yo'l poyi loyihalash me'yorlari takomillashtirilishi hisobiga yo'llarni ekspluatatsiya qilish xarajatlarining kamayishi, yo'lning xizmat muddatining oshishi natijasida hisoblangan iqtisodiy samaradorlik 1 kilometr 3 toifali avtomobil uchun 171,561 so'm tashkil qilishi aniqlandi. Sohaga doir tashkilotlarda olingan dalolatnoma va avtomobil qo'mitasining ma'lumotnomasi va agendasi uchun guvohnoma olingan. E'tiboringiz uchun rahmat. Bölgede arzu edersen kimde kadar zavallar var. Onların yaklaşımcılar. Zavallar var. Onların yaklaşımcılar. Onların yaklaşımcılar var. Tamam, zavallar var. Onların yaklaşımcılar var. Bu zavallar sabırlar mısın? Peki. Bakalım.
Yavaşlık, ünlü boyun kurtarılması var. Bu yolların kaçakçılarını demek tamamlaştırış meselesi. Bir de şu parametre önemli bir şey olan. Eski uçakçılar şimdi işlenmez. Çünkü yol koyduğumuzda bak orada rol sistemi çıkartıyor. Yani bana bir yol koyduğumuz yol bağlı ya da eski uçakçıların sıkıntı işlenmez. Eski uçakçılar optik değil. Rahmat savabınız için. Yo'l poyini loyihalash me'yoriy ko'rsatkichlari bu poyini boya aytib o'tganim ko'tarma qismi balandliklari bo'yicha o'lchamlari bo'yicha birinchi. Undan keyin ularning iqtisodiy namligi va deformatsion ko'rsatkichlari elastik moduli va mustahkam ko'rsatkichlar bog'lanish kuchi va ichki ishg'olanish kuchi qiymatlari. Yok, biz grupta biz bilen hossalarga, modul hossalar, namli hossalar, mesela hareketli oluşan parametreleri bağlıdır. Yıl bağlamının parametreleri tasarlanırken nasıl bir faktör oluyor. Ahırda merkeze zemin bağlamının açık hareket. Ben de geldiğinde başka sorun. Belki şu olabilir ama yeni sizin maksadınız ödemek sanatlar odalarını anlaştırış maksatlı oluyor. Maksatlı oluyor ve madde çok demek çok yol payını teması çıkıyor. Şurası çizmesi forma. Tamam, mesela işit normal olacak. Bunlar kısmı normal. Muhalleşme üstü var. Sırayla yorulması gibi. Samarkand onlarına acılar çıkan lojistikleri ne kadar imkas kırdı bu. Yanlışsız. Bu sefer imkas kırıcı demek bu yol payı tümle bağlı bu scheması. Yani mimari müsaade proyekten biliyor. Bu sefer scheması olmaz. Mesela Mahmut Mavuşmanlık'a edilmesi. Bu olmuş nasıl? Rahmat savolingizga uchun. Hozirgi savolga endi har bitta yo'l o'quv mintaqalari bizni tadqiqot maqsad va vazifalarimizda Samarqand viloyatini havo oqimi sharoiti, hududdan tashqari sharoiti va hokazolar bo'yicha yo'l tumanlashtirish xaritalari ishlab chiqdi va umumlashtirib oxirida yo'l o'quv Samarqand viloyati uchun yo'l o'quv mintaqalari xaritasini ishlab chiqdi. Bunda birinchi, chunki 4-chi yo'l o'quv mintaqalari doirasida ularni faqat hisobiy parametr mana bu gruntlarni endi avtomobillar loyihalashda birinchi bosqichida loyihalash korxonalarida birinchi yo'l o'quv mintaqasi, keyin grunt hisobiy rasyotu bu poy gruntining hisoblanganligi va ularni elastik moduli va mustahkamlik ko'rsatkichlari bor. Biz mana shu ko'rsatkichlarni har bitta yo'l o'quv mintaqalarining har bitta yo'l o'quv tumani bo'yicha belgi. Sizni savolingiz nuqtai nazarda mana shu har bitta yo'l o'quv mintaqasi uchun konstruksiyalarni keltirib o'tmadingiz tadqiqot maqsad Bazı politik partiler var, konuşmalar, bunun hastaneler, izniler, hastaneler, ama standartın tatlıkları değiştiriyor. Ya ağırlığı var, şekiller işleri, böyle bana şekiller işleri. Ama şöyle şeyler var. Hayır, bir anda. Ağırlığı bir şey oldu mu? Şimdi bir sonraki ustaçlarla anlaştığı sunma bir şeylerden de olur. Aslında sunma bir çıkıyor, şakalar bir çıkıyor. Numarak sonra bir çıkıyor, iki insanlara da olur. Yo'l ekspluatatsiya xarajatlarini kamayish asosida hisoblangan iqtisodiy samaradorlik 1 kilometr 70 avtomobil yo'li uchun 171.232.500
tashkil qildi. Bu yo'l to'shamani loyihalashda qo'llaniladigan yo'l poygalar mustahkamlik va deformatsiya xavfsizliklarni hisobiy qiymatlarni joriy etishga uning iqtisodiy samaradorligini hisoblash me'yoriy hujjatlarda keltirilgan amalga oshirildi. Bunda ATM 4621 bo'yicha tavsiya qilingan bu konstruksiyasi va biz tavsiya qilayotgan bu konstruksiyasi bo'yicha ana shunday iqtisodiy samaradorlik. Normalar bo'yicha loyihalangan yo'l poyi va siz taklif qilgan tadqiqot natijasida taklif qilinayotgan yo'l poyi egasi biriga solish qilinishi va finansiyaga chunki bunda demak normativ hujjatlar bo'yicha qilingan yo'l poyida yo'l buzilib ketadi, harakatga oshib ketadi, shuning uchun buni xizmatlarimiz farqini ko'rsatadi. Savol shundan iboratki, boya faslda aytdingizki, cheriklarda keltirilgan ko'rsatkichlarni hozirgi siz degan ishlaringizda 8dan 38gacha nega unaqa qilasiz? Nimani hisobiga va qanaqa qilib chiqib ketdi? Shu savol. Rahmat savolingiz uchun. Endi bu amaldagi hozirgi ATM 4621da hududlarni yo'l poygalari uchun ularni mustahkamlik ko'rsatkichlari va deformatsiya ko'rsatkichlari bo'yicha va hisobiy namligi bo'yicha qiymatlar berilgan. Mana shu qiymatlar endi bu qiymatlar yo'l poyga gruntining turiga qarab yo'l mintaqalari doirasida qiymatlari belgilangan. Mana shu qiymatlar mana bitta oddiy misol, mana elastik modulni ATM 4621dagi elastik modul qiymatlari va eksperimental aniqlangan qiymatlari misolda ko'rishimiz mumkin. Bunda yengil chang uslublinikni 3-yo'l o'quv mintaqasida elastik moduli 35% oshish ortiqcha ko'rsatiladi. Yoki chang uslubdan 1-3-4 yo'l o'quv mintaqasida bog'lanish kuchi 38% ga kam baholanadi. Bu bizlar eksperimental aniqlangan qiymatlarni yuqoriroq. Mana shunday taqqoslar 9% dan 38% ga katta kichik farqlar ko'rsatiladi. Shuni Plastik çevresinden namlıyım. Bu okulların çevresinden namlıyım. Bu oluyor. Yanlış bir yanlış. Yol boyu 9 bir yürüyüşü. Bu sınır 9%. Okulların bir 10%. Hayır bir formuş gibi. Rahmat savolingiz yo'llanmasidan. Bulutlarni nom qilib ularning plastik soniga qarab aniqlanadi. Bu plastik son degani oquvchanlik chegarasidagi namlikdan plastik chegarasidagi, ya'ni jo'g'inash chegarasidan namlikni ayrilganidan keyin IP barobar W deymiz, WP. Shundan gruplarning nomi turi aniqlanadi. Misol uchun bizning tadqiqotlarimizda aniqlangan chang supes, yengil chang subliniklar bu yerda oddiy texnik xato ketibdi bu mavzu. Bunda plastiklik keyingisi 19% bo'lishida. Oquvchanlik chegarasida namlik 19'i, plastik chegarasida 0.16. Bilmiyorum ben okumadım. 27. sırayız. 20 satıldı bu oldu. Bu tarafı yaş kıymetler veriyorsun hani yok 27. Bir o suları satıyor bana bu bizim çiğden geri kasayı bol. Ve şu an sosyalsiz 29. sırayda hangi bu tarafların ben gibi anlaş maddenin gelmesiz 29. Bu zamanlarda karşı yapılmak siz olmazsa bu anladın mı?
Rahmat savolingiz uchun. Bu qiymatlar, bu formulalar Ilyos tomonidan O'zbekiston Respublikasining sug'oriladigan hududlarida mana shu ko'rsatkichlar shu ko'rsatkichlarni aniqlash uchun ishlab chiqarilgan formulalar Ilyos tomonidan O'zbekiston CBECO va Ilyos tomonidan ishlab chiqarilgan formulalar hisoblanadi. Bu formulada hech qanday biz qo'shimcha yoki nima kiritganimiz yo'q, faqat laboratoriyada aniqlagan ko'rsatkichlarimizni shu yerga tadbiq qilib shu nimalarni hisoblab chiqdik, balandliklarimizni. Mana ish modelda asosan ko'tariladi yer osti suvida bor 28 yo'l. Shu bo'yicha hisoblab ko'rsa, to'g'ri variantlarni mavjud yo'llarni ko'tarma balandlik. Rahmat savolingiz uchun. Biz tadqiqotlarimiz shu tadqiqot joylarimiz bo'lgan Samarqand viloyatining umumiy foydalanishli avtomobil yo'llarida hozirda foydalanishlar bo'lgan avtomobil yo'llari oldida. Endi mana misol uchun birinchi, uchinchi, to'rtinchi toifali yo'llarda bularni ko'tarma qismi balandligi umuman me'yorga ko'rsatilgan balandliklarga javob bermaydi. Bunda yer osti suvlari sathidan to'shama ostigacha bo'lgan masofalar biz yer osti suvlari sathini aniqlash boyagi Zarafshon gidrogeologiya stansiyalarining ma'lumotlari asosida boyagi hisobiy yer osti suvlari hisobiy sathini topdik va shular ishtirokida bu HB qiymatlarini topdik. Ko'tarma qismi balandligi ko'p hollarda Formula biliyorsun. Formula merkezi kıymetinde regisyon kirlemana dikkat geldiğini koşturlar. Çünkü böyle bana kirlemana dikkat geldiğini. Aynen. Rahmat savolingiz uchun. Yo'l poyini ichki qatamlikni hisobiy narxini tadqiq qilishda bu o'rtacha havo harorati bilan oylik havo harorati yo'l poyi nisbiy narxi orasida o'zaro bog'liq grafik qurildi. Shunda tuzatishlarga ega bo'lgan mana shu regression formula ishlab chiqildi. Bu modelni bu modeldagi formuladagi alfa beta koeffitsientlari bu joyning namlanish sharoiti va tuzilma materialiga bog'liq va ularni adekvatligi Fisher mezoni bo'yicha hisoblab chiqildi. Bunda jadvaliy qiymatdan hisobiy qiymat jadvaliy qiymatdan kichik chiqqanligi uchun bu formulani biz amaliyotda bemalol tatbiq qilsak bo'ladi, ya'ni adekvat hisoblanadi. Bunlar asosida davom sog'lom. Dedik, arasan xotirjam savol berdik. Yana savollar bormi? Mana qarang, birinchi analizda, 9-chi slaydimizda ana yo'llarni ko'rsatganmiz-da. Yo'llar. Mana shu yerda tasdiq shu uchastklarga muomala Shunda yer osti suvlarida joylashgan hisobiy yer osti suvlari bu hududlarimiz ayni sug'oriladigan hududlarda uchastkalarimizdan 6 tagina uchastkamizdan misol tariqasida nima keltirilgan, fotolavhalar keltirilgan. Mana bu Samarqand ayni avtomobil yo'lida 377-yo'lda yer osti suvlari har bitta yo'l uchastkalari bo'yicha shu 50 ga yaqin uchastkalarimizda yer osti suvlarining sathi bo'yicha ma'lumotlarimiz keltirilgan. shu uchastkalar Mana bu bitta
A377 tadqiqot uchastkamizda 1dan 3 metrgacha bo'lgan masofalar. Sobiy shart. Sobiy shart. Hisobiy sahmi? Sobiy. Şu yarattığım saat. 300 senede bağlı. Bunda misol tariqasida keltirganimiz boya nima deb ko'rsatdim, bu D068 da 1 metrda, 1dan ziyodroq. 1 metrda yer osti suv sathi joylashgan. O, ne değil, ben de size böyle diyorum. Böyle qanaqa deformatsiyalarga uchragan bu? Deformatsiya bo'ladi, yo'l yo'l. Qanaqa bo'ladi? Tamam, kalan doğası, doğal kalan doğası, tamam. Qanaqa deformatsiyalar bor shu uchun? G'ildiragida kolleyalar bosib bo'lgan. Yana yo'l poyida umuman deformatsiyalar mavjud. Turgan kolleyalar hozir rasmda ko'rinmabdi, ko'rsatmagan, yaxshi ko'rsatib ko'rinmagan. Yo'lda umuman buzilishlar, qoplamani o'zida ham buzilishlar, keyin kolleyalar, g'ildirakda deformatsiyalar bo'lgan. Yaxshi. Mana shu deformatsiyalar, g'ildirak izidan o'zib hosil bo'lgan. G'ildirak izidan hosil bo'lgan deformatsiyalar sabablari nimadir? To'plamalarning o'zida g'ildirak izi hosil bo'ladi, to'g'rimi? To'plamalar issiqdan asoslanmasi bo'shashuvdan g'ildirak izi hosil bo'ladi, to'g'rimi? Sizni variantingizda qanaqa? Sizni izlanishlar natijasida o'tgan qanaqa nimadan hosil bo'lgan g'ildirak izlari? Aniq bo'lib g'ildirak izlari. Rahmat savolingiz uchun. Yo'l poyidagi gruntlarda hisobiy namlikni biz tahlillarimiz natijasida olib borgan eksperimental tadqiqotlar natijasida hisobiy namlikni qiymati yuqoriligi sababdan ularni asos qismida deformatsiyalar, asos qismidan grunt qismi va asos qismida deformatsiyalar hosil bo'lish, bevosita to'shama va qoplamada deformatsiyalar yuzaga kelgan. Shu Yana qo'shimcha savol bormi? Onlayn tanlashda savol bormi? Yo'q, ha? Samarqand davlat universitetidagi doktorantlarga tahsil oldi. Mana shu magistrlik ishida ham strategik rahbarligida yo'l poyi guruhlar bo'yicha shug'ullangan o'zi keladigan bo'lsak, albatta o'zlik ustida ishlaydigan talabchani, o'ziga nisbatan talabchani tadqiqotchilardan bilmaganini bilishga o'rganishga izlanishga aytamiz. Mana shu tushuntirga ham birinchi yil boshlaganimizda mana 5 yildan beri ustida faoliyat olib bordi. O'rtana qo'shimcha tadqiqotlarning variant yo'llashiga o'zi ham talab qildi, qo'shimcha mana bu tugallangan ishi ko'p qilamiz. Roshan akvatorial bo'lishlar
Yaşlı bir tane iş çıkardı. Gelecekten zamanlar aktif oluşumuz gibi sınavlar yaşlı podcast'ta arkadaşlar koca göstergen niyetlerine kabulü manşur engellememiz adlarına başlamak yapmamız lazım. Kullanılmıştan sonra pardon. Bana böyle soru var mı? Yok. Sempre bacaраbilen, bazıları mutlu bir masalar, işte sektörün kuralları sevgisi, fakat orada bir yaklaşık tarafından tercih bilgi farklı bir yer. Bilgi farklı, sefer sarkıda bilgi kirlen, takacağın olduğu istisna oldu. Bilgi bilgisi yapılır bazen bir icabi takacağın bir temsil takipler bilgi noktası ya. Orada bir durum. Tavsiyeler yapıyorum. Maddedeyiz. Bildiğiniz zamanların birkaç teşkilat, Marmara Farklı Teknik Kuruluş maddeleri var. Bunlar kandidatçılar çıktı. Bir Atatürk Kanunu verildi. Yorumlamanın disertasyonu daha sonra ispatlı. Disertasyon zorların kurtardığı bundan mutlaka mineral bağlıklar for also for the community, for the individual health, push or any part of the community. Tavsiye edildi. Rock çıkıyor, yolu zani, rock kurtarış küllerine nispeten bu kavayet tasarı vardı. Bu aynısı rock özellikleri yanında tasarı olacak. Yoksa tahminler bir seferde de bu ise fazla bir yaklaşık gerçekleşti. Talablara ulaştı. Çin nazari hamlolenen biraz çekildi. Neyse, yol boyunca sorun namı için bir oyun afırdan başka Mart ve April oyları. İyi makbule davası vardı. Kabul edildi. Rob sanattan dolayısıyla şoğların yerden bir tutumdan geç boyunca taşıyıp geçişini inovatif olsak yaz bir kısmı dinlerse davada ikincisi şuarız şahane neticesinde Manisilat kanallarda yakın bu gösterileri o usullara sahne keskin kurtarışı kurtarışın seferçen aynen şu antropolojik hidroloji sistemin şuarız jadwallar jadwal gibi yol program diye tasarım boyunca avak imarlaştırmış mevzuları fakat dua kılıyor. İkinci tartışmanın Parmağında teknik üniversitesi kuruluş maddeleri olduğu bir tartışması gerçek öğretmenlik gerekiyor. Teknik paraları doktoru. Yapma konunun gerekiyor. Yapma konunun biraz çok iyi. Ben çok çok mutluyum. Ben çok tamamen diyorlar. Tamamen olarak seçim formu görüşlerini olup sekreterlik namlı Alçıdan bunun içki şanlıkları bir bağlantı keskin tasarruflu ayrım olaylarda da total konudan platform gibi bilgin stoklandı. Devral April olaylarda bilgin en makbul davranış. Yunus Doğu'ya koyulan olaylarda bu yol formu sesin toplumuyla ve yani aktivitelerden kurtarmak Balandaki bilen bağlılığı boyutun mahsul bilen stop sektörde hava kadar böyle çıkılmadı. Çünkü mağlup yıl seçeneği müstakil bir anlaşken mini paralelini 58 santimetre 78 santimetre diye koşuş takip ediliyor. Bırak sanattan bulanın türlü ihtimaller var. Aslında zarf sonunda varyosu abzapsı belgeler var. Top aldıklardaki mağlup kum çağır kariyerlerinin materyalleri fizik mekanik fıçakları boşluklardan farklılar. Sektörde düşün yangiliği olarak yangil olarak kullanırken tamamlanmıştır. Aynı nefesler ihtimal kariyerlerde alınan materyaller sanattan kurtarılabilir. Davul bu için materyaller var istiyorlar. Akhirnya partisipar nazarnya sebelum awak ke tafsiran diri melanjut ke boleh. Kita pasti dijawab itu di dia dah sekali. Tamam.
Organlarga tenglik tutuş materialları uyulan kapitalizasyonu tapılımını ko'rsatgan kamchiliklarga javoblar. Birinchi kamchilik bo'yicha tadqiqotda asosiy yo'l boyining yetti mustahkamlangan milliard barobar oshishga qaratilgan sement va og'irlikdan foydalanish yo'l ko'rsatilmasi qalinligi va ko'tarma balandlikni optimallashtirishga imkon beradi. Bu esa o'z navbatida turist va shaharlarning tabiiy resurslarini ta'sir olishga qarshi uchun sarflanadigan yoqilg'i miqdorini kamaytiradi. Demak, uzoq muddatli istiqbolda bu yechim ekologik jihatdan samarali hisoblanadi. Kelgusi izlanishlarimizda kimyoviy stabilizatorlarning buni mutaxassislar ta'siridan o'rganishni rejalashtiramiz. Ikkinchi kamchilik yuzasidan an'anaviy loyihalash me'yorlarini atmosfera yog'inlari va yer osti suvlarining tabiiy ko'tarilish bo'yicha fevral oyining oxirgi oylari hisoblari hisoblanadi. Shu bilan birga tadqiqotda sug'orish tizimlarining antropiyaning ta'sirini jilovlash uchun 4-chi yo'l o'quvi mutaxassisi bo'yicha maxsus texnik tavsiyalar ishlab chiqildi. Xususan, sug'oriladigan yerlarda yo'l bo'yi ko'tarmasi balandligini sug'orish kanallari dala suv sathidan kamida 0,4 metr balandlikda bo'lishini ta'minlash hamda yo'l yon ariqlari ostidagi bionemarlar yordamida mineralizatsiya qatlamlarini to'siqlarni tashkil etilgan. Ushbu konstruktiv yechimlar vegetatsiya davrida sug'orish ishlari natijasida yuzaga keladigan namlik siklini yo'l bo'yi qishloqlarning salbiy ta'sirini to'liq bartaraf etadigan konstruksiya barqarorligini ta'minlaydi. Farg'ona davlat texnika universiteti qurilish material buyumlari kafedrasiya dotsenti Beysa Nurahmonovni ko'rsatilgan kamchiliklarga birinchi kamchilik yuzasidan bizning tadqiqotning asosiy maqsadi yo'l bo'yi yo'naliklarining statik va qisqa muddatli dinamik yuklamalar ostida holatini o'rganish. Shuni ta'kidlash lozimki, aniqlangan pi barobar efekt Darwinskiy va pi barobar s barobar efekt Darwinskiylarni bog'lanish uchun va elastik model nisbatiga bog'liq empirik bog'lar har qanday konstruktiv hisoblar, jumladan seysmik to'g'rilikni hisoblash uchun ham bazaviy yetish parametrlari xizmat qiladi. Namlik yuqori bo'lgan davrlarda eng past mustahkamlik ko'rsatkichlarni hisobga olib loyihalash o'z-o'zidan yo'l bo'yining seysmik bardoshini ham zaxira bilan ta'minlashga imkon beradi. Ikkinchi kamchilik yuzasidan tadqiqotimizda asosiy urg'u yo'l bo'yi, ya'ni mahalliy guruhning hodisalariga qaratildi. Chunki aynan guruhning holati va yo'l to'shamasining xizmat muddati belgilangan. Taklif etilgan 78 sm qalinlikda konstruksiyaning iqtisodiy samaradorligini hisoblashda biz S3 va S6 aralashmalardan foydalanishni nazarda tutganmiz. Materiallar sifatidagi tafovutlarni bartaraf etish uchun dissertatsiyaning 4-bobida guruh va asos materiallar mineral bog'lovchilardan stabilizatsiya qilish tavsiya etilgan. Bu esa materialni qayerdan olinishiga qat'iy nazar talab etilgan elastiklik qilimi barqaror ta'minlashga kiradi. Biz xorijiy monitoring muassasalar va birinchi xorijiy mutaxassisimiz bu yo'lda problema tenderlik maksimal yo'l предоставлены результаты статистики, оценки риска комиссии практически грунтовые. Если тем более целесообразно ввести более разнообразные практически премия поражений, влияние указания характеристики на эксплуатации состояния конструкции длинного автомобильных дорог. Это позволяло более полное раскрытие изменений операцию очень результатов. Второе. Результаты исследования рекомендованы в качестве основы для прошлого нормативных документов, одно практически направленность калькулятора была бы еще более выражением, если бы момент было приведено кстати методические рекомендации по применению разработанных предложений деятельности и проектных организаций дорожных строительных предприятий. Белорусский национальный технический университет, транспортная коммуникация, технический наук, доцент, практически ее региональном ведомстве. Я, по-моему, нам ясно, почему
Исследование водных решений на орошение территории Самаркандской области. Чтобы не указано, это период года разделения изменений уровня грунтовых на исследование объектов республики Алыкан Масса Angilan Davlat Texnik Instituti Transport Logistika Kooperatsiyasi PhD professor Fatih Yo'qonovlar tomonidan ishga asoslangan birinchisi avtomobillarning 13-15 betlarida keltirilgan regressiya modellarining boshqa yo'l mintaqalari va dron turlariga qo'llash chegaralari yuzasidan qisqacha tavsiya berilganda tadqiqotning amaliy ahamiyatini bo'ladi. Bildirilganlar ikkinchi Samarqand viloyatining ishlab chiqargan yo'l bilan imonalashtirish natijalarini respublikaning boshqa hududlariga moslashtirish bo'yicha umumlashtirilgan metodik tavsiyalar qisqacha yoritilganda tadqiqotning amaliy qiymati yanada taqdirlangan bo'ladi. Keyingi naqdimiz Namangan davlat texnika universiteti Tadqiqot professori texnika fanlari professor Respublika tomonidan berilgan ular tomonidan birinchi avtoritetlarda eksperimental tadqiqotlar asosan yengil tangi sutish guruhlari misolga yoritilgan. Shu bilan birga qolgan guruh turlarining asosiy fizik ko'rsatkichlari bo'yicha qisqacha qiyosiy tahlil ham berilganda tadqiqot natijalarini yanada yoritilgan bo'ladi. Ikkinchisi, avtomobillarda ishlab chiqilgan, takomillashtirilgan loyihalash me'yorlari asosiy tadqiqotning muammolari 2015-2023 talablari bilan qiyosiy baholash natijalari qisqacha yoritilganda tavsiya etilgan yechimlarning afzalliklari yanada yaqqolroq namoyon bo'lgan bo'ladi. Keyingi tadris Qoraqalpoq davlat universiteti professor texnika fanlari doktor professor Ilyos tomonidan berilgan. Ular tomonidan tadqiqotlarda Samarqand viloyatining turli tumanlari uchun ishlab chiqarilgan gaz ishlash funksiyasiga funksiyalar bog'liqlik elastiklik modeli va namlikka bog'liqlik qonuniyatlarning respublikaning boshqa, masalan, Farg'ona vodiysi yoki Xorazm vohasi kabi sug'oriladigan hududlarning durum sharoitlari uchun universal darajasi va qo'llash imkoniyatlari haqida yetarlicha ma'lumotlar berilmagan. Atrofda faqat bitta viloyat doirasiga chegaralanganligi umumlashtiruvchi qiymati biroz cheklangan. Ikkinchisi ishda avtomobil yo'llarining suzishga og'ir yuzlab transport vositalari o'qqa tushirilgangacha ta'siri alohida qayd etilgan bo'lsa-da, takomillashtirilgan loyihalash me'yorlarida aynan shu dinamik yuklamalarning namlik sharoitlariga, informatsion vositalariga ta'siri bo'yicha batafsil hisob-kitob modellari xulosalari to'liq yoritilgan. Keyingi tadqiqotda Jizzax politexnika qurilish materiallari va konstruksiyalari texnikasi mudiri doktor professor vazifasini bajaruvchi Zafarov tomonidan berilgan. Ular tomonidan birinchisi avtomobillarda tadqiqot natijalari bo'yicha ishlab chiqarilgan ilmiy tavsiyalarning me'yoriy hujjatlarga tatbiq etilishi yoritilgan. Shu bilan birga ushbu tavsiyalarni loyihalash tashkilotlari tomonidan qo'llashga e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy texnik shartlar yoki cheklovlar qisqacha bayon etilganda ularning amaliy ahamiyati amaliy qo'llash yanada aniqroq yoritilgan bo'lishiga fikr bildirildi. Va keyingi tadqiqotlari tadqiqot natijalarini Samarqand viloyatining faoliyatiga asoslangan. Shu bilan birga ishlab chiqilgan ilmiy yondashuvlarning boshqa tabiiy iqlim sharoitlariga ega hududlarda qo'llash imkoniyatlari yuzasidan istiqbolli ilmiy yo'nalishlari qisqacha bo'lib ko'rsatib o'tilganda avtoritetli ilmiy yakunlari yanada qo'yilgan bo'ladi deb fikr bildirgan. Marhamat,
Teşekkür ederim. Yok. Tojikiston Texnika universitetida nazarda suhbatlar qildingiz. Ko'rsatmakda kamchiliklarga ko'ra. Tadqiqot natijalarini hammasini kalkulatsiya sifatida 4-chi va 6-chi jadvallarda amaldagi me'yorlar tayyorlanadi. Bilan aniqlar 9-8% hamda aniq nimalar, masalan, jomlar, ko'llar, payshanba qismida hisobiy ko'rsatishga keltirilgan. Mazkur qiymatlarni qo'llash yo'llarini xizmat muddatini 1,5 barobargacha oshirish va ekspluatatsiya sifatini ta'minlashning asosiy muhammadiyatlarini ko'rsatib berilgan. Ikkinchi ko'rsatilgan kamchilik bo'yicha avtomobilda tadqiqot natijalarini loyihalash institutlari uchun amaliy qo'llanma sifatida tavsiya etilgan. Loyiha va qurilish tashkilotlari uchun quyidagi usullarni ishlab chiqilgan. Birinchisi, loyiha tashkilotlari uchun samarqandlarda yangilangan yo'l xaritalari va tumanlar kesimida hisobiy ko'rsatishlari asosida hududiy sharoitga mos loyiha yechimlarini to'g'ri tanlash imkoniyati yaratilgan. Qurilish korxonalari uchun yo'l poyandalik va elastik moduli va jami qiymatlardan kelib chiqib zichtlash kayfiyatini tezkor nazorat qilish metodik asosida taklif etilgan. Ikkinchi xorijdan Belarusga Texnika universitetidan Kravchenko Sergeyga o'tishni ko'rsatilgan kamchiliklarga birinchisiga tadqiqotlarimizda asosiy usul tartibini o'rganishga qaratilgan sabab shundaki, samarqandlarda savollarga miqdorda yo'l qonuni mustahkam va issiq qonunlaridan ko'ra irrigatsiya tizimlari namlik melioratsiyasi ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ishlar aynan namlikning mas'ul o'zgarishi va uning grunt deformatsiyasiga ta'sir bazaviy mezon sifatida qabul qilinadi. Ikkinchi ko'rsatilgan kamchilikga javob, tadqiqot doirasida yer osti suvlari sathi va namlikning o'zgarishiga davomli doimiy ravishda kuzatib borildi. Natijalarni tahlil qilishda yo'l qo'yish uchun eng xavfli hisoblangan bahorgi namlanish davri alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, hisobotlarning aniqligini ta'minlash uchun ko'p yillik beruvchi ma'lumotlar va namlikning turli mavsumlardagi turish davrlari foydalanilgan. Xulosa qilib aytganda, ishda asosiy e'tibor ularning iqlim sharoitidan kelib chiqib, yo'l poyanining kritik holat, bahorgi o'ta namlanish va avgust-sentyabr oylarida yer osti suvlari sathi ko'tarilganligini asoslashga qaratilgan. Andijon davlat texnika institutidan Bakirovni keltirgan kamchiliklardan birinchisiga javob, avtomobilda keltirilgan ishlash kayfiyatini elastik modul va dinamika bog'liq modellar aynan matbuot hududida eng ko'p tarqalgan yengil changyutuvning va changyutuvdagi produktlar uchun ishlab chiqilgan. Bo'lib, biz hosalar avtomobilda mujarrad birinchi jadvalda ko'rsatilgan narxi bo'lgan o'xshash produktlar uchun ham qo'llanilishi mumkin. Ikkinchi ko'rsatilgan kamchilik yuzasidan tadqiqotimizda qo'llanilgan kompaniyaning tahlil, grunt namlik va yer osti suvlarining sathi hamda sathni bloklash, sement va pisher maydonlari suvlari aslida resurslarni har qanday hudud uchun universal metodologiya hisoblanadi. Boshqa viloyatda ushbu natijalarni qo'llash uchun dissertatsiya taklif etilgan matematik modellar yordamida mahalliy tarix ma'lumotlarni qayta hisoblash va amaldagi loyihalash me'yorlarini hududiy sharoitga moslashish yetarli. Shu bois ishlab chiqilgan uslubiy yondashuv resurslarning barcha savollar va mintaqalar uchun umumlashgan qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Namangan davlat texnika universitetidan professor Polvonning ko'rsatilgan kamchilikdan birinchisiga javob. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan amaliy tavsiyalar yo'l poyi toshning eng kichik ko'tarilish balandda nafaqat asos gruntlar, balki og'ir suvli va barcha turdagi suv uchun ham alohida tabaqalashtirilgan holda belgilangan. Bu esa tadqiqot natijalarini barcha turdagi mahalliy mulklar uchun taqdim etishni ta'minlaydi. Ikkinchi ko'rsatilgan kamchiliklar yuzasidan tadqiqot natijalari asosida takomillashtirilgan yo'l poyi loyihalash me'yorlari Shunda 2023 me'yoriy hujjatga o'zgartirish qo'shimcha sifatida ta'sir etganligini hisoblanadi. Qoraqalpoq davlat universitetidan professor Ilyasovning ko'rsatilgan kamchiliklarida birinchi kamchiligiga ko'p tadqiqot natijalarida ishlab chiqilgan ko'p omilli bog'liq modellar va tumanlashtirish uslubiyatlari respublikaning barcha savollari yo'qliklari uchun universal xarakterga ega. Buning asosiy sifati quyidagilarni keltirish mumkin.
Tartaqaviy bo'lgan yo'lda respublika yo'l tarmog'i keng tarqalgan yo'lda ishga qo'llangan sati bo'lib ya'ni studentlar tekshirish joylari kompaniyaning taqdim metodida istalgan hududda amaldagi loyihalash me'yorlarida takomillashtirish imkonini beradi. Ikkinchi ko'rsatilgan kamchiliklar yuzasidan ishlab chiqilgan ko'p omilli regressional turli dinamik sharoitda aynan mana shunday dinamik yuklarni qabul qila oladigan bazaviy deformatsiya ko'rsatkichlarni aniqlash imkonini beradi. Mazkur ko'rsatkichlar asosida takomillashtirilgan yangi loyihaviy balandliklar va me'yoriy qiymatda yo'l poyining og'ir yuklamalar ostida turganini ta'minlashga xizmat qiladi. Jizzax fan texnika institutidan Zafarov professor vazifasini bajaruvchi Zafarov tomonidan yuritilgan kamchiliklarning birinchisiga javob tavsiyalarni loyihalash amaliyotda qo'llanishda quyidagi asosiy shartlar cheklovlar belgilangan. Ishlab chiqilgan me'yorlar ko'rsat birinchi navbatda tadqiqotda keng tarqalgan yengilchalik turning va changi tekshiruvlar uchun amal qiladi. Ikkinchi taklif etilgan faqat ishda aniqlashtirilgan birinchi, uchinchi, to'rtinchi yo'l mintaqalari hamda ularning yo'l xaritalarida aniq chegaralar doirasida qo'llaniladi. Ikkinchi ko'rsatilgan kamchilik yuzasidan tadqiqot qo'llanilgan kompaniyaning aqli reli qurum joyga ostida hamda ko'p omilli faoliyatlari respublika har qanday hudud uchun universal metodolog hisoblanib, ushbu metodolog asosida respublikaning boshqa sug'urlar mintaqalari uchun ham yo'l o'quv ma'nosi xaritalar yaratish mumkin.
matnning ayrim qismlaridan, masalan, ikkinchi mavzudagi formulalarni izoh etiladi. Texnik shartli belgilarning qo'llanilishi kerak. Kichik uslubiy tilnoqlik kuzatiladi. Ishli boshda ishlatiladigan barcha matematik va texnik belgilar uchun yagona mukammal darajada vositali belgilar berilganda matnni o'qish va tushunish o'qish uchun yanada qulay bo'ladi deb hisoblangan. To'rtinchi dissertatsiya to'rtinchi bobida tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etilganligini tasdiqlovchi dalolatnomalar, misol uchun A-7 va D-64 yo'l bo'yicha keltirilgan. Biroq ushbu tadqiqot uchastkalarining kamida bir necha bo'lib ekspluatatsiya davomida barcha fasllardan keyingi haqiqiy holatga ekspert darajasida rakasi yoki loyihalar mavjudligi bo'yicha qiyosiy monitoring ma'lumotlarni fotosuratlar dissertatsiya matnida yetarlicha keltirilmagan. Ushbu ma'lumotlar berilishi ishlab chiqilgan yangi me'yorlarning samaradorligini alohida yaqqolroq islohlar bilgan bo'ladi deb o'ylayman. Keltirilgan tanqidlar mohiyati jihatdan ikki darajaga bo'lib, dissertatsiyaning va amaliy ahamiyatga tasavvurlaydi. Xulosa sifatida dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining asosiy komissiyasi komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga javob beradi. Hamda talablar ravshan va yo'l harakati xavfsizligi, yo'l klimatik yo'nalishlari bo'yicha iqtisodiyot, texnika ta'lim va pasaportlar ilmiy darajasi uchun yo'llangan mas'alalarni yo'l bo'yicha o'rganishni loyihalar yo'nalishida takomillashtirish, Samarqand viloyati iqtisodiy mavzusiy dissertatsiya texnika fanlari bo'yicha pasaportlar ilmiy darajasi olishning Toshkent davlat transport universitetida bo'yicha PhD 10-25 Toshkent arxitektura qurilish universitetida geotexnika va geotexnika fanligi Kategoriyasi texnik bo'lib rasul Rustam Hayatovish Toshkent arxitektura qurilish universitetining geotexnika fanligi kategoriyasi professori Rasul Rustam Hayatovishning birinchi tanqid bo'yicha dissertatsiya ishidan asosiy yo'l bu poyabzalning namlik rejimini boshqarishga va uning fizik mexanik xossalarini hisobga olishga qaratilgan. Tadqiqot davomida Samarqand viloyatida sug'oriladigan hududlar sho'rlangan fizik xossalar laboratoriyada o'rganilgan, ularning hisobiy namlikka ta'sir tadqiqotlarimiz maqsadlari uchun o'rganilgan. İkinci tanqid bo'yicha dissertatsiya asosiy nazariy asos sifatida dunyoda tan olingan kabi mukammal tajriba poligonlar natijalari hamda Houston, Zapata kabi modellar olingan. Bu modellar universal bo'lib, ularning metodologiyasi O'zbekistonning quruq va issiq iqlim sharoitiga moslashish uchun qulay baza hisoblanadi. Uchinchi keltirib o'tgan kamchilik bo'yicha dissertatsiyada turli davrlarda va turli san'atlar bo'lishidan asosida olingan empirik formulalar qo'llanilgani sababli texnik belgilarda kichik uslubiy farqlar kuzatilgan. Biroq tushunmovchilikdan oldini olish maqsadida har bir butun formuladan so'ng undagi barcha parametrlar, ularning o'lchov belgilari matnli va tafsilotlar berilgan. Kelgusi ilmiy natijalarni nashr etishda yagona terminologik kurashlar foydalanish alohida e'tibor qaratilgan. To'rtinchi keltirilgan kamchilik bo'yicha javobli dissertatsiyaning to'rtinchi bobda keltirilgan dalolatnomalar A377 yangi boshqa yillar bo'yicha tadqiqot natijalarining amaliy samaradorligini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlar hisoblanadi. Ushbu uchastkalarda oldin kuzatilgan yo'lning xizmat muddatini 1,5 barobarga
ta'mirlash holatlar 2 barobar oshishini ko'rsatdi. Avtoreparat va dissertatsiya hajmi cheklangan sababli 1 yillik to'liq monitoring barcha surati va texnik detallar to'liq kiritilmagan. Lekin hozirgi kunda ushbu kattalar texnik holatda yaxshi saqlanganligimiz tasvirga meros bo'lganligini isbotlamoqda. İkinci versiyonu yapacağız. Bir defalar göstereceğiz. Versiyon. Bu böyle bir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini positif. Kavşan yapıldı. Aklıma yeni yıllar yolu var. Maskula halas diğer fırsatlardan performanslaştırış için çıktı. Bu için bacak işler bir problem oldu. Şimdi doğal zaten mesela waktu dibalik oleh baru initial Allah halas duruşmalar bir fırsatlar çalışmalar aslında şu yolda hizmet de aşış var. Bu kadar tamamen işler arasında hizmet de bu. Onda birlikte yol konstrüksiyonu birlikte konstrüksiyon var. Yani bu şey yol boyu ve yol kuşamasından ibaret olur da o fazla dersinde koydular. Aslında da birlikte yolda düzülüşün sebeplerden birisi mesela yol boyu şu dervişin temizliği bu mezar bir dervişin olduğu bilgiler yayınlanmış. Yani Yeroslardan sırada yol boyu bilgiler müstakillik koşullar düşükliklerini sağlayan düşünüyorum. Yolcu düzülüşü var. Şunun için direkt bu dolzak, bazı bu yollarına fokus ekspanda oluşta 60% o şey yolcu sırasında 20 tam kadar bir porsiyon şu dalgalaş diyalog koşullar ne olur anlaşılan bir şimdi Jadi yol boyu daimi ravishda namli ta'sirida bo'ladi. O'qituvchilik institution. O'g'il qismlarni diplomat nazariyasiga asoslangan bo'lib, yo'l boyidan doimiy ravishda o'sha namli ostida bo'ladi va ovayli bo'lgani uchun, ichida ovayli bo'lgani uchun meroslar bo'lib, yo'l boyi ko'rsatkichlarini o'zgartirib oladi. Bu yo'l boyi mustahkamlik ko'rsatkichlar shu elastiklik moduli ishqalanish kuchligi va shug'ullanish kuchi bo'lib, ular yillar mobaynida o'zgarib boradi. Nimaga o'zgarib boradi? Chunki misol uchun o'sha yangi o'zlashtirilayotgan yerlar suv rejimini o'zgartirib boradi. Bo'lmasa o'sha paxta dillalarini boshqa uchun ishlatishga berilganligi ham shu yozgi iste'molni yerostilarga o'tarish keladi va jihatdan şu o'rganish bo'yicha tadqiqot juda ham ko'p laboratoriya ishlar olib borganda Samarqand viloyatida hududini tumanlashtirganlar sharoit ko'rsatkichlar bo'yicha yog'ingarchilik bo'yicha yerostilarni joylashuv va havo harorati bo'yicha tumanlashtirish amalga oshirilgan va o'rganishlar olib borilgan natijasida o'sha mustahkamlik ko'rsatkichlari ancha farq qilgan me'yorga qo'yilgandan hisoblanadi. Endi bu agar ruxsat berilsa mana sintetika bo'yicha hisobot qilishlarni qo'yishdi. Buni ahamiyati bizlarda darsi uchun ish bo'yicha quyidagi kamchiliklarni ko'rsatish mumkin. Birinchisi birinchi bobligi diplomlarga ko'rsatkichiga izoh berilmagan. Bu asosiy ko'rsatkichlardan bittasi. Ikkinchisi dissertatsiya matnida ba'zi ruscha ko'rinishda ishlatilgan literatura, xarakteristika, matematik ifodalarni indeksida ham ruscha kelib qoladi. İkinci bandiki 4. boshlig'iga berilgan ma'lumotga 3. ilovada keltirilgan yozilgan lekin ilovada yo'q. İki to'qqiz rasmda filmlarning nomlanishi matnligidan taqdim. Masalan, subyektlar substansiya ko'rsatilgan.
Dissertatsiyalarni 51-yildagi 13-rasmda tabiiy ma'lumotlar va o'lchov birligi mutanosib emas. 6-si shu 12-jadvalda guruhlarni tavsiflar matlari bo'yilgan bo'lib, guruhlar nomlanishini birinchisi maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki guruhlarning nomlanishi farqi o'zlarini mustahkamlik o'rnatishlari farqlanishini bildiradi. İlk tarif etilgen muvozara dissertatsiya umumiy ahamiyatini pasaytirmaydi. Asosiy nazariy va amaliy natijalarga ta'sir qilmaydi. Xulosa talabgor ravshanlikni, matematik yo'llarini foydali daromadining raqamli me'yor ko'rsatkichlarini takomillashtirish Samarqand viloyati misolida mavzusidagi dissertatsiya ishi dolzarb ilmiy texnik vazifani tutishga qaratilgan egallangan mustaqil ishi bo'lib, avtomatik yo'llarning voqea yechimlariga ishonchliligini va qurilishning sifatini oshirish hamda yo'llarni samarali ekspluatatsiya qilish imkoniyatini beradi. Ilmiy tadqiqot natijalarini O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va soha rivojlanishi amaliy ahamiyati O'zbekiston Respublikasi transport vazirligi xizmatidagi yo'l qo'mitasi tomonidan imzolangan ma'lumotnomada tasdiqlangan. Muallif tomonidan olingan natijalar ishonchli va xulosalari asosida ish ko'p sonli eksperimental tadqiqotlar natijalari va statistik ma'lumotlarni hisoblashlarga va ular asosida ishlab chiqilgan jadval va grafik ma'lumotlarga tayanadi. Dissertatsiya ishi tushunarli va davom yozilgan har bir bob va umumiy ish bo'yicha xulosalar qilinadi. Dissertatsiyaning aktualiyati dissertatsiyaning asosiy mazmuniga to'liq javob beradi. Dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yiladigan talablarga javob beradi hamda talabgor ravshanlik akbar Sattorovich tomonidan 15.9 texnika yo'llari ularni raqamlashtirish va harakat xavfsizligi yo'l yo'nalishlari bo'yicha ixtisos bilan texnika fanlari bo'yicha boshqa doktorlik darajasini olish uchun yozilgan avtomobil yo'llari yo'l qoidalarini loyihalash dunyoviy ko'rsatkichlarni takomillashtirish Samarqand viloyati misolida mavzusidagi dissertatsiya texnika fanlari bo'yicha falsafa doktorlik darajasini olish uchun Toshkent davlat transport universitetidagi ilmiy darajalar bo'yicha Birinchi kamchilik yuzasidan ushbu ko'rsatkich guruhning ramziy tayyorsanligi bo'lib, u dissertatsiyaning 1.5 bo'linmasidan ko'rinishda to'g'ri izohlangan. 1.5 bo'linma texnik xatoliklarga belgiga izoh qolgan, biroq uning mohiyati o'lchovlardagi takrorlar taqsimsiz ikkinchi kamchilik yuzasidan dissertatsiya ustida ishlash foydalaniladigan asosiy qismi, ya'ni 203tasi rus bo'lgani sababli ayrim ma'lumotlarni xarakteristika tadqiqotlarga tavsiflar tadqiqot qilgan xarakteristika va yo'l muhandislik orasida xalqaro miqyosda qo'llanilgan mazmunan barcha muhandislarga tushunarli bo'lgan professional atomlangani uchun shunday holatga shu bilan birga davlatlarning ish savollarga kelib chiqib keyingi tadqiqotlarda o'zbekcha hol bo'lgan taksi va ko'rsatkich so'zlarni foydalanish tartibini ustuzish tartibi mavzusiga hisoblanadi. Uchinchi keltirilgan kamchilik bo'yicha bu uchinchi g'avoda keltirilgan gap g'avolik koeffitsient haqida bo'layotganda keyin xatolik tufayli shu g'avolik koeffitsient belgisi tushib qoldi. Shu kamchilik ko'rsatgan kamchilik esa bu ishlarni yolg'izga olindi. To'rtinchi kamchilik yuzasidan ikkinchi rasmda qo'llanilgan ishlatilgan bu atamalar matnda chanlik sukesi yana chanlik suvining tushunchalarini muhandislik bo'lib, ular har ikkala holatda ham gap dissertatsiyaning ikki
mana turlar haqida borayotganligini bildiradi va siz ko'rsatgan mana shu bitta terminal kelishiga yengilchani va yengilchani superskiga atamalarni shu bir xil ketishiga ko'rsatib aytamizda kamchilikni bo'lganligini bilamiz. Beshinchi kamchilik yuzasidan rasmlargalikda muhtemelen qiymatlari 14-15 aslida foiz hisobida berilgan, biroq bu xato sabab tabiiy bo'lishida ma'lumot yozilgan. Ushbu termin xato hisob kitoblarning narxiga amalga ta'sir ko'rsatadi. 6-chi kamchilik bo'yicha uchta unikalar asosiy maqsad aniqlangan yo'l tumanlari va ma'muriy punktlar kesimida hisobiy loyihalar ko'rsatishlarni BSFning tizimlashtirishdan iborat bo'lgan. Mas'ul tumanlarda zirhlarning metalol turlari, harbiy va portalchi turlar dissertatsiyani 3 jadvalga batafsil bayonot etilgan bo'lib, 3 jadvallar hisob qiymati bevosita tasdiqlari asoslangan. Shunga qaramasdan ma'lumotlardan foydalanish qulaylik va natijalarni talqini yanada oshirish uchun nomlarni ushbu jadvalga ham kirish haqida tavsiyangizni to'g'ri deb hisoblayman. Rahmat. Dissertatsiyalar rasmiy muhokamalar tugatildi. Bugungi muhokamalar matematik olay asosan shu tillarda bo'lsa, onlarni o'zbek suhbatlardan. Yani haftanın bir günü kurtarmasını bilmek var isteği. Bu kurtarmasını var için nameti tepkisi var. Bunu da yapalım. Müslümanlıkta yetim bu kurtarışlar bu bir çok orta yani sürekli neşeli bir durum orta malumat yapıyoruz. Bizim görevlerimiz çünkü ben hala bütün çünkü kumanlaştırıp artık kumanın bütün bile kurtarışlarını kafamlaştırış yani bu politik meselesi değil yapıyorlar. Yani burada bu zamanda normatif kurtarışı var. Bu zamanda yine Reformulası olmayan güçler var. Yönetim bilgi yapmaksa, dışarıda bir loyatte Müslümanları Allah'la demek yol koyup kurtarmasını yönetimi kolaylıklarını parametrlarını arkadaş nasıl tutmakta nasıl bırakıştan geldiniz. Bir maksat şu. Elbette bu kişilerden yani yol kurtarması yönetiminin kolaylıklarını karşılıklı gelin karşılıklı kişiye karşılıklı kurtuluşuyla karşılıklı kurulup başlar, karşılıklı bilgilerini siz hakkında bağlı bir başvuran sanatlı bağlı bir kuala izimden bir şeyler var çeşitli yolculukça ne farklı çıkabiliyor ama bunları böyle kurtarması çağrı karşılıklı demiştim ama maalesef yine bu boya planlamasını parametreleri tutunya harus maalesef. Dan betul boleh nanti kalau soal dari itu kalau nanti uji parameter tersebut yang sebelum saya tetap perfect. Ini instrumental yani maksud ini juga direkt kesalahan. Kalau itu musuhnya yang besar yemek konusunda bizi başkalarına ilka koordinasyon sağlamaları mümkün bile katkılarla haberi işletişleri. Yani bu kanal gösteriyor değil, ben de geliş haberi kullanımı biraz zor. Ama bir başkalarına bundan için bir kere böyle nasıl yapacağız? Yani ben özüm isterim bu görmüş Orta halindeki yeni patlaşlarını bazarlayan ve her bir mesele geldiği maksat anlık bilgiye yaşması
masa anlıklı okulda prosedürleş meselesi, yani reklam meselesi, ve yani yaş prosedürleş meselesi kurtarırız. Asosiye meselesi bu. Mesela şu okulda geçen şu yaş küçük olmak üzere. Yani onun maksatlı anlık prosedürleşme bu düşünce karamaslar yani mana yani bu kalau fantasida anjing böyle ini boleh anjing balik tidak berusaha wah itu bisa ini kami suatu dalam perusahaan mungkin orang yang soluzioni sicuramente intelligenti, ma anche intelligenti, sarà di piano di parlare di cerchi, ma soprattutto di realizzazione polish, ora che siamo. Tamam yani. Yes. Tamam. Adaktan ben çeşitli planlayan nokta, ama serialde değiştirmek koydum. Yani evvel boşlanma, yine bu enerji toplamında milyar ücretleri bağlanıyor. Albatta bu temizliği şöyle başkaları etkileyen bir rekomendasyon bulup işletse bağlanır. Çeşitliğinde talep uzunu dakikalardan koyduk. Ancak bir varı serveriyle lan şifacısı ama şu ola bakışı çok. Bu namlı oldu. Ama bu yıllarda gelen masum da oldu. Yani misafir bu özelliklerin herhangi bir şey performansından bu sporlarında bu arada hangi renklerin doğru olduğu gibi. Ama bu işler verilmeyi basın bir maskeyi kondisyon bu taşları oralara götürecek. Sözüm çıkar bu karşıdan sunuyor. Ankara'dan İngilizlerden seslenmeleri var. Mevcut yani kültürler bu tavsiyeler İngilizlerden nasıl? Bundan işlerin masrafları içeride. Başarılar var da bir gençlik sonra böyle ya ilgili bir var bir sorun var. Yani olayları yok. Spesifik hangi kullanılan doğasından ısrarlı. Belki bir şey değil. Ama belki de seyret itibaklı davranışlar bizlerle katılmış haberinde bir şeysi zor aslında. Bütün Respublikler bir şeysi türlü. Burada. Ama bizler işlerden olmayan onlar içerisinde bir yaşlı olarak göstermeyen bunu gibi yana başka rayonları boyunca. Hani bugün yana uçan yana yapım rakamlaştırılır. Ona sanattan buna sağlıkta yana bölgede. Program koyuyorlar. Gibi sanattan ulaştılar yana uçak yumuşaklar rayonları boyunca ispat. O sonra programı sayılı bir çalışmalar var. Bakın böyle bir şey yok. Var mı? Bir bakın tarihi var bir tane. Bir bu da filmler için başka bu şükürlerden başlıyor. Buna bir kullanımlar oluyor. People that practice that which goes down often in the Spanish campus that I come to do that this sort of which traveling together all the months they always be there by the program.
qolaversa hozir dissertatsiya tadqiqot ishi bo'yicha o'zbek tili mulohazalaringizni keltirib minnatdorchiligimni bildiraman. Tavsiyalar bo'lsa keltirishmoqda. Albatta minnatdorman. Profesörlüğe dissertatsiya muhokama tugatildi. Shuni baholar uchun hisob komissiyasi saylab olishimiz kerak. Hisob komissiyasi tarkibida 3 nafar kengash raislarga boradi bo'lishlari. Hisob komissiyasi tarkibida quyidagi kengash a'zolari tavsiya etiladi. Birinchisi professor Magaliyeva Dilbar, ikkinchisi Ahmedov Sherzod, uchinchisi Musulmonov Vojib. Başkalar, hazırlar, buralarda. Bırakma. Evet. Yedi yaşıyor olası. Hanımlayın için olsun. Zaten tabii ki araçlar var. Hiç bir kanal istemedim. Was it? Wissen die Therapist? Das war Feiern, das ist ja total. Yes,
Bir bu diğer şey. Bu devam ettiler. Çok sağlıklı bir farklar. Devlet başka dağları transport üniversitesi kuzunda bir olmasın durum. Yugoslavya Milli Üniversitesi'nde Varşova Aylar satı olmuştu. Yoldaş noktaları durumundaki yerler yol harekatı kapsamında klimatik yasası davranışı boyunca tasdik boyunca yol boyu fotoğraflasını bağlantılı kazançlarını ve kalmasını sanatlar olaylarını sağlıyorlar. Mağazaları baskıya doktor tezliğini istiyorsanız mühendisliği ve şu ülkeler serginin son eğitimsi acısı ve sağlık anlayılması. Arkadaşlar ne oluyor? Akıllı Müslüman. Kim tarafıyor? Sağlık Komisyonu sırası işlerinde Suriye'de akıllı söz geçiyor. Takım Komisyonu sırasında uzaktan söz geçişlerle Müslümanlar şu ülkede doğru kurtarıyor. Yukarıda yetki ve muhafazından sonra sağlık komisyonu bir alışıyor. Arap kalıp bunu hangi mezardan çıksın istersin. Sağlık komisyonu az önce. Ne var? Buraya çıkmayan olmak nasıl bir şey? Karşılayan bir konuda var. Yani ikinci meclis bayan olmasını isterim. Şu ülkedeki yaş kazaları bu gibi meclistandır. Sağlık komisyonu ve sağlığın yaklaşık sağlığın demek vatandaşlara 100%, gayet bir sağlığa gelen kazaların faizi 100%, bir taraftan yok. Aşağıda sağlık komisyonu nasıl bir bayan olması hasta bir şey koyuyor. Karşılayan bir konuda var. O zaman bir kez adalar başka bir şirket bir başkan bir gelirsin kurası olarak değerlendirir. Böyle tatlı yani. Bu kurası olarak karşılaştık bir tane haber kaldı. Siz sorun. Arkadaşlar bu yüzden bir öğrenci üstten bir üstten farklı falan bir şey. Karşılayan bir yer yapılıyor. Yönetmenler koşu içeride. Bu yarışlar var. Tabii doğru. Bu görüyor. Tamam. Ordular yapıyorum. Başlayan bir bu başka bir yazarda bir sefer sekmesi bir bilgilerini koyuyorsunuz. Doğru. Birinci birlikte nasıl başlıyorsun? Mutlu, akademik bir bölüm masalalarında yani geçer kalıpları işte mutlu ameli masalalarında kalıpları işte tamamen oluşu ilgili sıfatlar tasarlarıyla teknikleri sadece katalogik yanlara. İlkler meselelerden geldiği yazacaksın. Meselelerden geldiği, ayrı meselelerden geldiği var. Neticelerde çok eşitliğine belgeleri var. Bir kadar. İlkler meselelerden yazacaksın. Neticeleri yukarıda tekrar. İlkler mevzusu değil. Projedeki tasarımlar alakadan geliyor. Mevzu devlet astrolojik değil. Tatbatlar kadar Türkiye'de mevzu kavram tasarımlar kavram metoduyla sayılır. İlmi teknikleri mecmualar, normlar olarak devlet paylaşmalarına göre yok değil. Mesela bir mevzu istikrar. Böyle bir kitap çıkmış olur. Bu bir İlkler ameli ahemiyetlice muhalif mesuliyetli hayır yok. Motivasyon paylaşımları devlet motivasyonu, her vakıflar motivasyonu, her vakıflar başka motivasyon. İlkler ameli ahemiyetlice muhalif mesuliyetli bir paylaşımlar gösteren kaçırlar, bir paylaşımlar yapılan bir paylaşımlar. Motivu ama gazeteye
Ritrattarsi rasmi himoya operasyonu olması da kurar. İzah şartı. Hadi bak. Tapak oluştu. Tapak videolarla göre bu ayı informasyonu var. Taraf diğer tekniklerle takımlaştırır. Tamam. Burada misal olarak sevgili oyuncu yollar yollarını takımlaştırır. Sonra bir yaparlar bu tür başına dokuz bin arasında polis biraz yapmışsa kaç tane başına koşan başka bir anda farklı bir yol veriyormuş değil. Oyunu mas şimdi ilgili sağlıklarla sağlıklı faydalı. Yani biliyorsunuz kızlarımızı kazançlarla var. Rahmat. Men avvalambor qo'llab-quvvatlaydigan bilan otamlardan hozirlar bo'limlardan bilan polisa hozir ilmiy yo'l bizlarni hozir aslida ishlar hakamdan doimchilik bildiraman. Yani şunda bunda bu cevaplarınızı ayarlasan yapılan süreçte başka bir gözleme için şükürler reisi razılar hem uzunlardan çıkan programı Samantan Davlat Kültür Kuruluş Üniversitesi Toshkent Davlat Teknik Transport Üniversitesi'ne jamoasiga uzunlardan çıkan. Rahmat etibariyle. Bir yaş Meclisi ilgili uluslararası sapırca masalar kurulu çıkıyor. Meclis kuruluşu, onu dolayısıyla takviye var. Bu da tanesi gibi yapmadığı veranlarız. Bunlarla göre onlarla karşılaştılar geliyor. Şimdi başka olmuşlardan, kendi yaşamlarını nasıl orada söylüyor. Bak. Acá está el